Evropaga topshirishga nimalarga ahamiyat berish kerak, shularni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, ishxonangizdan borasizda, ofitsialniy ishlaganingiz bilan ko'p ishxona sizda ofitsialniy joylashtirmaydi. Bo'lsa ofitsialniy ishlayapsan deydi, lekin оформить qilmaydi. Siz ayting, menga два NDFL berasanmi deng. Agar ha beraman desa, bo'ldi, значит sizni чисто ofitsialniy joylashtiryapti. Va ikkinchi qilayotgan ishingiz, pensionniy fondga borasizda, men nalog to'laganman, shu qog'ozimni menga chiqarib ber desangiz, pensionniy fond chiqarib beradi, ili налоговыйga borsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Ana shu qog'ozni chiqarasiz. Iloji boricha yozib oling yo videoni saqlanib qo'ying. Birinchisi, metrkangizdan boshlaysiz. Metrkani yaxshi qaraysiz. Umuman xato bo'lmasligi kerak. Biror joyga xato bo'lsa, uni borib duplikat qildirasiz O'zbekistondan, MyGovdan. Keyin pasportingiz, u ham kerak. Maktab attestati kerak. Kollej, agar o'qigan bo'lsangiz, kollej diplomi, institut bo'lsa, institut hammasi kerak. Uylangan bo'lsangiz, ZAGS qog'ozingiz kerak. Yerga teggan bo'lsangiz ham ZAGS qog'ozi, hammasini qarang. Men ZAGS qog'ozimga ruscha, o'zbekcha yozilgan. Ruscha yozilgan joyga город Kattaqo'rg'on yozilishi kerak. Kattaqo'rg'on shahar yozib qo'ygan. Ana shu uchun men ZAGS qog'ozimni almashtirganman. Chunki bitta xato bo'lsa ham chiqmaydi. Ana shularning hammasiga qaraysiz. Keyin hamma hujjatlaringizni перевод qildirasiz. Metrkani ham, ZAGS qog'ozida ham agar ruscha переводи bo'lsa shart emas, lekin Rossiyadan перевод qildirishingiz kerak. Pasportingizda ham eng oxirgi men kirdi chiqdi qilgan bo'lsangiz, ana shu kirdi chiqdi joyigacha hamma joyini перевод qildirishingiz kerak. Ularni qilib bo'ldingizmi? Mana shu dokumentlarni собрать qildingiz. Keyin anketa yozdirasiz. Uni xohlang Avitodan topsangiz ham bo'ladi, yoki biror joydan internetdan topsangiz ham bo'ladi. Ana shularni sizga yozib berayotgan, yoki kompyuterdan o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi. Shularni yozasiz. U anketa to'ldiruvchi yozib beradi. Qarindoshlar degan joyi bor. Qarindoshlar joyiga akangiz, ukangiz, masalan, ota-onangiz hammasini dannesini yig'ishingiz kerak. Iloji bo'lsa ularning pasportini, rasmini tushirib olasizda. Turar joylari ham to'g'ri kelishi kerak. Bular agar MVD tekshirgan vaqtda, agar o'sha odam chiqmasa yo o'sha adresga turmasa, отказ kelishi ham mumkin. Ana shularni to'g'ri yozing. Masalan, odam Rossiyada bo'lsa, Rossiyada yozasiz. Dokument yo'q bo'lsa, noto'g'ri adres yozmang. O'sha odamni eng oxirgi qachon registratsiya qildirgan chista o'sha adresini yozing. U noto'g'ri bo'lsa, отказ kelishi mumkin. Siz zato mana shularni chotka qiling, bittadan o'tib ketishi mumkin. Hammasini chotka qilasizmi? Anketalarni yozdirasiz. Dva NDFL qilasiz. Hamma hujjatlaringizni ikkitadan kopiya qilasiz. Anketa ham ikkita tuziladi. Keyin uni podacha qilasiz. Hozir hamma shaharga platniy MVDlar bo'lgan. Men даже Pskovga ham platniy MVDga topshirdim dokumentimni. Agar platniy bo'lmasa, masalan, Peterga dushanba yoki payshanba yoki chorshanba, shunday chorshanba kuni podachasi bor. Podacha bo'layotgan kuni boringda, dokumentlarni sabrat qilayotgan vaqtda o'sha yoqqa Evropaga topshiradigan odamlar bo'ladi. So'raysiz. Nima hujjatlar so'rayapti deysiz. Ulardan iloji bo'lsa rasm tushirib oling yo kimga yozdirdingiz anketani deng. Unisidan so'rang, bunisidan so'rang, informatsiya oling. Kim arzon anketa yozdirgan bo'lsa, o'sha nomerini oling agar Avitodan topolmasangiz. Ular aytadi, "Men shu odam yozdirdi, masalan 5000 ga deydi, kimdir 10 ming, kimdir 15 ming yozdiradi." O'sha nomerini olasiz, siz ham yozdirasiz anketani. Hamma dokumentlaringiz qilib podacha qilasiz. To'g'ri, birinchidan chiqmasligi mumkin. Yana ikkinchi marta topshirasiz. Uchinchi marta podacha qilasiz. Uchinchi, to'rtinchi обязательно oladi, chunki MVD ham proverka qilib qaraydi. Bu odam bitta topshirgan, отказ olgan 2. Значит, bu odamga chindan ham Evropa kerak, mana добиться qilyapti deb adobrit qiladi. Uni to'xtat